Faqat bu yoqda emas, endi sal Domlalardan tashrif buyurishibdilar. Alloh razı olsun. Assalomu alaykum. Ha, ovurasa bo'ldi. Ko'zlar borki o'ynab turadi. Avvalo insoniy yuzlarga emas, ko'zlarga qarang, nima deyishni anglab turadi. Marhamat, O'zbekiston xalq artisti Yodgor akamizni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Samimiy niyatlari. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrli qarindoshlar. Xush kelibsizlar mana shu fayzli bizning xonadoniga. Xudon do'stimizni, jigarimizni, Sheralini ruhi shod. Mana tavallud topgan kunini duoyi fotihalar bilan o'tkazyapmiz. Ben bir narsani aytib o'tmoqchiman. 1983-yil o'sha paytdagi Hamza teatri, hozirgi Milliy akademik Otaxon teatrida Pirimqul Qodirovni Yulduzli tunlar asari nomida bir spektakl sahnalashtiriladigan bo'ldi. Ana shu spektaklda postanovkachi rejissyor, ustoz san'atkor Bahodir Yo'ldoshev mendan so'rab qoldilar. Padarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi meni. Qalbim torin tortib chertgan yorda jonim qoldi meni. Qalam bilan shamshir tutgan yerda jonim qoldi meni. Shabboblikda shabgir etgan Andijon olib qolgan Andijonim qoldi meni. Men paytgacha o'rnimdan turib chordana qilib o'tirib oldim. She'r samolyot bormi desam, ertalab soat 3, soat 5:30da bor ketdik dedim. Samolyotga o'tirib keldik. Men aytdim Bahodir Yo'ldoshev olib kelaman.
shu yerga kechqurun to'yim bor 11:30da olib kelgin dedi. 11:30da keyin kechqurun olib bordim. Sherali gapirdi, qo'shiq ayta boshladi. Soat 2 bo'lyapti, haligi qo'shiq chiqmayapti, aytilmayapti. Men Sherali desam kelmayapti. Bismillahirrahmanirrahim. Avvalo yana bir karra assalomu alaykum azizlar, aziz birodarlar, vatandoshlar. Yaratganga bugun yana bir karra beadad shukronalar aytamiz. Ulug' oylarda 21-asrimizning 24-navbahori kuni. Kelinki oilaning sultoni mana kuni kecha Ramazon sharifni hayitlarni o'tkazib, kuni kecha mana sulton bizni Amir Temur bobomizni tavallud to'nlikda olgan kunlarini kechirib, mana bugun shu kunlarda tabarruk bir xonadonda didorlashib turibmiz. Buni ham o'zi bir katta bir ne'mat, katta bir savob, katta bir ibodat. Xabar oldingmi bemordan? Musofir do'st ishga yig'ilgan ekanmiz. Albatta Kushoydagi haqidagi chiroyli mana san'atkorlarimizni suhbatlarini eshitib turibsizlar. Albatta u kishi haqida to'xtamasdan yillab, oylab gapirsak ham tamom bo'lmaydi yaxshi niyatlarimiz. Shuning uchun men Sheralijon bilan Tolib Karimov degan Amjad teatrining aktyori bo'lardilar. Xudo rahmat qilsin. Shu kuni shu kishini xonadonlarida to'yda tanishganman. Yo 70-yil edi, yo 69-yil edi. Men sal-pal ko'zga ko'rinib qolgan paytimda Sherali ham kirib keldi. Shu institutda o'qigan paytlari bo'lsa kerak, u kishini domlalar taklif qilishgan shekilli shu yerda tanishganmiz. Shu to'yni birga o'tkazgan edik. Men o'zimni shu mashhur bo'lgan qo'shig'imni aytardim, 5-6 marta qaytarib aytishardi. Assalomu alaykum. Ilohim Sherakamga Alloh rahmat qilsin. Qilgan yaxshi amallar o'zlariga hamroh bo'lsin. Men juda ko'p yillar davomida Sheraka bilan hamroh bo'lib yurardim. Chet ellarga ham olib borganlar, qiziqchilarga baribir e'tiborli odam edi, qiziq narsalarni u odam etmasa bizga aytib berardi, yetardik. Juda ko'p qiziq voqealar bo'lgan. Chet elga mana harilaganimizda chet elga borganda bir karis bor ekan. Karis odam Sherakani 40 ta kasetasi bor ekan. Yonida taksist bo'lib ishlar ekan. Hamma shu odamni yetaklab olib keldi konsertga. Aytdiki, Sheraka aytdiki, bu odam so'raylar, qaysi ashlarni aytib beraylik deganda, Gulbadam dedi boyga karis. Bolalarga cholinglar deganda endi jinday chalib ashula aytiladi-ku aslida. Boyga karis Gulbadamga e'tiborsa bo'ladimi? Sheraka Я очень хотел, но узбекский не могу, но в русском языке я буду говорить. Но скоро я начну на узбекском тоже. Очень я признательна, что я получил приглашение от Шахджахана. Я 4 концерта вместе делал со Шерали Джураевым. И сегодня, как раз его день рождения, в моем доме каждый день его песни мы слушаем. Но знаете, какой песни? Мы с ним, когда концерт делали в Андижане, 2 концерта еще мы делали «Дружба народов». И на «Дружба народов» мы были один из спонсоров его концерта совпадельский Моджиза Медиа. Здесь хозяин Моджиза Медиа тоже со мной, Доран Соибов. И когда этот концерт шел, он мне говорит, давай так, на комнате сидит. И мы вместе песни были Радж Капура. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी. Потом он один пел после этого, проходит еще полчаса 40 минут, он говорит, нет, еще народ не полностью осознал, что здесь индус тоже приехал. Давай так, еще второй песню будем петь. И мы второй песню с ним пели. दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतवार ना रहा, एतवार
marosim 20 yillar davomida Sherakam bilan birga o'tardi. Agar Sherakam hozir bo'lganda ajoyib kun bo'lardi. Juda xursand bo'lardi. Ming afsuski bugun Sherali akamiz yo'q. Kimnidir otasi, onasi o'tgan, kimnidir akasi, ukasi o'tganlar baribir yodinglarga tushib duo. Ana yuqorida chiroyli gaplar gapirildi. Shu gaplarimiz ham she'riymiz. Qolaversa Sherali akam bilan Hoji akam bilan qanaqa yaqinligimni hammangiz juda yaxshi bilasizlar. Qariyb 40 yil birga yonma-yon yurib 70-yildan oxiri mana bu kungacha 2 asr o'rtada bir narsa deyish qiyin bitta. Sherali akam haqida. Buni hammangiz yaxshi bilasizlar. Ko'pchilikning uyida xizmatda bo'lganmiz. Ben bir narsani aytib o'tmoqchimanki, Sherali akam tog'adirdim. Tog'amlarni 1900 Assalomu alaykum hurmatli mana bugun marhum san'atkorimiz, ustoz san'atkor san'at darg'asi, o'zbek san'atining darg'asi tarixda qolgan tarixiy shaxs insonni xonadonlaridan biza Sherali Jo'rayev. Agar hayot bo'lganlarida bugun tug'ilgan kunlari, tavba topgan kunlari, shu jumladan ko'pchilik hamma bir yaqinlari, san'atkor shogirdlari, do'stlari, birodarlari hamma yig'ilgan kun bugun. Shu insonni xotiralab eslab keldik. Sherali aka bir o'zbek san'atining faxri, o'zi faxrimiz. Bu inson qo'shiqlari o'sha aytiladi, ya'ni abadul abad shu tarixda qoldi. Abadul abad O'zbekiston ensiklopediyasiga ham kirdi hisob. Sababki bunaqa san'atkorlar 100 yilda tug'iladimi yo'qmi Xudo biladi. Shuning uchun avvalambor san'atkorlar 100 yilda tug'iladimi yo'qmi Xudo biladi. Shuning uchun avvalambor Alloh oxiratlari obod bo'lsin. Qolgan umrlarini farzandlariga qo'shib bergan bo'lsin. Xonadonlar har doim fayzli barakali bo'lsin. Biz faqat bilan xotiralar haqlarga duo qilib eslaymiz. Lekin juda zo'r, haqiqatdan ham zo'r deyishga zo'r hofiz bo'lgan. Shaxsan o'zim juda ham yaxshi ko'rardim. O'zlari ham meni yaxshi ko'rardi. Katta to'yda ko'rsalar, darrov meni ko'rib qolsalar, bu haqiqatda bo'lgan voqealarda ko'rib qolsalar, shu tugatardilar-da. Polvon kelib gapirdilar, chaqirib olardi. Asha erkaklar polvon bo'g'irson deb qaradilar. Alloh rahmat qilsin, oxiratlari obod bo'lsin. Shu qo'shiqlar abadiy abad bizani yuragimizda, o'zbek xalqining qalbida qolgan va shu qo'shiqlarni eshitganda har doim haqlariga har bir inson duo qiladi. Xonadonlarimiz bundan keyin yaxshi kunlarga, nuriga to'la bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Men juda ko'p chet el safarlarida bo'laman va bitta narsani iftixor bilan ayta olaman. Bugun o'zbek millati deganda mana shu insonni ko'rsatib bemalol faxrlanib ayta olamiz. Va umuman o'zbek millati deganda juda ko'plab xorijliklarni ko'zini oldida mana shu buyuk o'zbegim gavdalanadi. Sherali Jo'rayevni qo'shiqlari yetmagan joy qolmadi deb o'ylayman tom ma'noda. Bugun o'zbek ohangi deganda Sherali Jo'rayev ko'z oldimizga keladi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ladimi, Yevropada bo'ladimi, yoki bo'lmasam Buyuk Britaniyani olasizmi, boshqa joylarni olasizmi. Umuman Sherali Jo'rayevning ijodida sharq nasliga bo'lgan hurmat alohida o'rin tutadi. Sa'diy Shiroziy hazratlarini aytasizmi, Rumiy hazratlarini aytasizmi, yoki boshqa demak ulug' shoirlarni aytasizmi, ularni ijodini hurmat qilib ko'kka ko'tara olgan. Sherali Jo'rayev bizning san'atimizda doimo har tarafdan faxrlangan bir inson bo'lganlar. Men o'zim Turkiyada faoliyat yuritgan paytimda guvohi bo'lganman. Turkiy dunyo
turkiy dunyo san'at ixlosmandlari doimo Sherali Jo'rayev bilan birga bo'lishgan. Shaxsan o'zim Turkiyada yurgan paytlarimda juda ko'p qo'shiqlarni eshitib, xalqqa bir o'zbek xalqini sog'ingan paytda bir nolarini eshitib ko'zimga yosh kelardi. Shular qo'shiq kuylagan paytlarida doimo qalbimizda vatanga bo'lgan sadoqat, vatanga bo'lgan bir hurmatimizni doimo mana shu qo'shiq kuylar ostidan kuch olganmiz. Ilohim joylari jannatdan bo'lsin, nurlar ichida yotsinlar. Inshaalloh, nima deydilar, ulug' san'atkorlarimiz, ustozlar aytganlaridek bu hali davom etadi. Hozir ruhan yonimizdalar, men ishonaman. Ilohim, nima deydi, har doim mana shunaqa chiroyli davrlarda ko'rishish, do'stlar bilan bir orada bo'lish nasib qilsin. Sherali Jo'rayev bizning san'atimizda doimo har tarafdan faxrlangan bir inson bo'lganlar. Men o'zim Turkiyada faoliyat yuritgan paytimda guvohi bo'lganman. Turkiy dunyo san'at ixlosmandlari doimo Sherali Jo'rayev bilan birga bo'lishgan. Shaxsan kelasi yildan boshlab o'zimiz shu niyat qilganmiz. Otamiz niyat qilganlaridek shu 12-aprelda Sherali Jo'rayev haqiqiy izdosh san'at mana bugun bayramini isbot e'lon etdi. qilib, u kishining ruhlarini shod qilib, eslab, xotiralab, bayram qilib, davom xonadonga bo'lsin, fayzli bayramlarimiz ko'p barakatli bo'lsin. va Sherali Jo'rayev Inshaalloh biz sizlarni 12 mana aprelda hayotimda xonadonimizni kutib juda bir qolamiz. nurli Bayramimizni qoldirgan nishonlaymiz. joylarni Sog' bo'linglar. Rahmat. Rozi bo'linglar. Rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum ustozlar. Otamizni qadrdon muxlislari, yori birodarlari, do'stlari, qarindosh urug'lar, xush keldingiz. Mana necha yillardan beri 12-aprel kunini sizlar bilan birgalikda nishonlaymiz. Mana bugungi kunda ham bizni yolg'izlatmasdan kelib xabar olib aziz mehmonimiz bo'lib o'tiribsizlar. Qadaminglarga hasanot. Biz istardikki otamiz o'zlari niyat qilganlaridek 12-aprelni san'at bayrami deb doimo nishonlab tursak. Xonadonimiz hali kichkina bo'lgan paytda, biz yosh bola paytimizda bu tug'ilgan kunlar nishonlanishni boshlagan. Shunda otam bir gap aytgandilar. Bu kunni meni tug'ilgan kunim deb emas, kelinglar shuni san'at bayrami deb e'lon qilaylik. Sababi juda ko'plab mahoratli, iste'dodli, ovozi go'zal bo'lgan san'atkorlar, xonandalar tabriklagani, qutlagani kelishardi. Shunda bir gap aytgandilar. Endi hozir hamma kelib meni qo'shig'imni aytsa, bu o'zini o'zi qo'shig'ini ayttiryapti degan gap chiqib qolmasin, men xijolat bo'laman. Shuning uchun keling bu kunni san'at bayrami deb e'lon qilaylikki, uni ichida mumtoz qo'shiqlarimiz, klassik qo'shiqlar, ashulalar va maqomlar ijro etilsin. Toki maqomimiz, o'zbekning maqomi butun dunyoga taralsin. Biz ham shu kichkinagina hissamizni qo'shgan bo'laylik deb niyat qilardilar. Agar ma'qul topsanglar, bu 12-aprelni har yili mana shunday san'at bayrami qilib, haqiqiy o'zbekona qo'shiqlarimizni ijro etib, maqomlarimizga urg'u berib, go'zal ijrolar bilan nishonlab tursak, siz azizlar bilan.
xonadonimizga mana tashrif buyurdingiz. Xudo xohlasa otam ruhlari shod bo'lyapti. Hozir men aniq bilamanki, oramizda hozir otam bo'lganlarida hammanglarga qarab bitta gap gapirgan bo'lardilar. Eski do'stlar, eski do'stlar, boshmi toji ular, yoshligu zavq, mardligu shavq, boji xiraji ular. Eski do'st yanımda bo'lsa eslatar yoshlilarim, yuzlari gülgün gülandam, ko'zlari jadularim. Eski do'stlar, eski do'stlar, boshmi toji ular, yoshligimiz zavq, mardligimiz shavq, boji xiraji ular. Halkdayam olinglar. Halkdayam olinglar. Umar aka. Hozirgi aytiladigan so'zni sizga qarab aytsa to'g'ri bo'ladi. Eski do'st, 100 yoshda ham senga olqish aytayin. Yangi do'st topmoq güzeldir, eskidek olmak qiyin. Bu hayat belki sınavdır, biz bilan o'ynar o'yin. Do'st ham odam, aybin topib aytaverma kun sayin.
Şeleğim mutri Üşbü külde Eski dostlarını küyün Küyle hafız Hamcerengler Barcha dostlarını toyun Eski dostlar başımın tacı ular Başlık usav Merdlik uşav Bacı hracı ular Eski dostlar Eski dostlar Başımı tacı ular Tamam Eski dostlar Eski dostlar Başımı Eski dostlar Eski dostlar Başımı Eski dostlar Eski dostlar Başımı tacı İlahi amin. Hacı Dafam ahiretlerini obad kılsın. Karanlık günlerini nurga toldursun. Ahiretleri obad olsun. Ruhlarını Allah'ım şad kılgan olsun. Bugünkü ekşallarını Allah dargahında kabul kılsın. Şahı Cahangir Zahmi Şahı şu davuşlarını belgeni razı olsun. Şerade göreyipti, yolunu devam ettirip, dadasını yaşınıyam, şularga vergen bolup, Özbek halkını, sanatını, bayrağını otasiga o'xshab ko'tarib oldinda yursin. Biz shu niyat qilganimizdek, otamiz niyat qilganlaridek, shu 12-aprelni san'at bayrami deb e'lon qilib, u kishining ruhlarini shod qilib, eslab, xotiralab, bayram qilib, davom bo'laversin, bayramlarimiz ko'p bo'lsin. İnşallah biz sizlarni 12-aprelda yana xonadonimizni kutib qolamiz. Bayramimizni nishonlaymiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar. Rahmat, rozi